Akalar, sizlarda shunaqa skuter bo'lsa, mabodo hozir qish kunlari kelyapti, uzoq yo'lga yurgan, qiynalib turgan bo'lsa, zaryad tugab qolib turgan bo'lsa, xuddi shunaqa skuterlarimizga, boshqa skuterlarga ham tushadi. Shunaqa yuk ko'taradigan bo'lsa, hammasiga tushadi. Motorimiz bor. Xuddiki gibrid elektromobilga o'xshab qoladi. Bemalol benzinda yuradi. Benzinni qo'yib, xolasalang 100 km, 150 km Toshkentga borasizlar, yuraverasizlar. Hozir narigimizga ustanovka qilingan. Hozir ustaxonamizda xuddi shu motorimizdan bor, bir ochib ko'rsatamiz. Xo'sh, mana chiroyli tayyorlab qo'yganmiz. Buni ochib olaylik. Bu benzin baki 4 litr oladi. 4 litr oladi bu. Chiroyli tushuntirib beradi bizga. Bu shilankasi, Benzin ishlankasi. O'zini ichidan yog' qo'yadigan nimasi chiqadi. Shilankasi o'zini. Kulichlari ham bor ekan buni. Shilankasi, ya'ni o'zini yog'i bor. Motor moyi bor ekan, qoyil lekin. Generatorimiz o'zi. Orali korobkasini shavamiz, osil. Akalar, bu generator, hozir usta tushuntirib berishadi. Usta, haligi siz bilan bitta joyga borganmiz, esingizda bo'lsa. Hop, Ularniki yonida nima qilib tuzatib berdi-ku, ruchnoy ekan. Gaz bosganda. Gazlar ruchnoy. Ulardagi avtomatik gazni oborotiga qarab oshib ketaveradi. Quvvati. Bu dvijogimiz 5 kilovatlik bo'ladi. 3 xil akkumulyator tokiga ishlaydi. 48 ga ham ishlaydi, 60 ga ham, 72 volt. Bu degani 4 ta akkumulyatorga ham tushadi, 5 talikka ham tushadi, 6 ta akkumulyatorlikka ham tushaveradi. Muammo qilmaydi. Keyin bu xullas bu bitta qo'yiladi, shunda o'tatiladi, gazni bosganda oborotini o'zi olib ketaveradi. Haligi ko'rganimizdan emas, ha? Yo'q, u ko'rganimiz u ruchnoy edi. Bu avtomatik, bu gazni qancha oborotiga qarab o'zi qo'shaveradi. Bu yurganda ham akkumulyatorga zaryad beradi, ham motorolni o'zini yurgizadi. Bo'ldi. Xohlasalaring buni zaryadi tugasa, turgan joyida o'tatib qo'yib turib akkumulyatorda zaryadga qilsa ham bo'ladi. Zaryadga qildirib olib turib yursa ham bo'ladi. O'tatib turib minib yursa ham bo'ladi. Shu orqali benzinda yurganda skuterda o'zini zaryadlasa bo'ladi. Shunaqami? O'zini zaryadlab ketadi. Bunda qanchadir kilometr yursa, keyin o'zini zaryadlab ham yana qanchadir kilometr sizlarga bemalol yuraveradi. Knopkada o'tadi, starter bo'ladi. Knopkani bitta bosganimizda o'zi starter qo'shib o'tadi. Hech qanaqa tepki. Faqat bu siz o'rnatib berganingizdan keyin benzinni qo'yadi, shu knopkani bosadi, o'tadi. Orqali bitta knopkani bosib. Sizlarga bitta ma'lumot berib ketaman, bitta joyga borgandik, jichcha narxidan qochib, 400 mingdan qochgan ekan, narxidan, sizlardan. 400 ming so'mdan narxdan qochib boshqa joyga qo'ydirishgan. Akani ko'rib o'zim qiynalib ketdim. Skorga solganda, har qiynalganda bitta o'zini oborotini o'ynab balandlashtirib, ancha muammo ekan u. Umuman muammo bo'lar ekan, undan shuni qo'ydirgandan yaxshi. Bu Farg'ona viloyati bo'ylab borib o'rnatib beraversa kelishsalarga. Dastavkasi bor. Yaqinroq bo'lsa, o'zimiz nimasi Rishtonda, agar nima kelishsalaring, borib o'rnatib beradi. Skuterlarni olib kelib yotmaysizlar. Boshqa viloyatlarda bo'ladigan bo'lsa, dastavkasi bor. Dastavkasi buni berib olib, o'rnatish videolarini tashlab beramiz. Videolarni tashlab beramiz. Tushuntirib, muammo bo'lmaydi. Buni qo'yish bunaqa qiyin emas. O'rgatib videodarslik qilib beramiz. O'shanga qarab. Chiroyli qilib, hali texnika qiziqadigan akalar bor, o'zlari bemalol o'rnatishaveradi. Chuqurlaydigan akalar bor. Akalar, pastdagi nomerlarga telefon qilaverasizlar. Boshqa skuter narsalar bo'lsa ham do'konda bor. Mana shu dvijogimiz kimga kerak bo'lsa, ustanovkalarni narxlarini kommentariyaga yozib qo'yamiz.